AQShda yahudiylar Yulduz Usmonovaning Bruklindagi konserti qoldirilishini talab qilmoqda. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 2026-yilning 9-may kuni Amerikaning Braynton Beach tumanida konsert berishini rejalashtirgan edi. Ammo shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda AQShdagi yahudiylar jamoasi xonandaning konserti qoldirilishini talab qilmoqda. Bunga Yulduz Usmonovaning bundan 5 yil avval Isroil-Falastin urushiga bo'lgan munosabati sabab bo'lgan. 2021-yilda bir necha bora video murojaat bilan chiqqan xonanda Falastin xalqini qo'llab-quvvatlab Isroilda konsert berib, ularga qarshi chiqayotganlikda ayblagan yahudiylarga rus tilida murojaat yo'llagandi. O'shanda ham yahudiylar Usmonovadan Isroil xalqidan kechirim so'rashini talab qilgan edi. Agar to'ylaringda qo'shiq kuylagan bo'lsam, bu sizlarga dinimni tahqirlash huquqini bermaydi. Sizlardan pul olgan bo'lsam, Alloh yuqtirgan san'atim uchun pul olganman. Adolatli bo'linglar. Shunda Alloh ham sizga nisbatan adolatli bo'ladi, degan edi xonanda. Aynan ushbu so'zlar Yulduz Usmonovaning AQShdagi konsertini taqiqqa uchrashiga sabab bo'lmoqda, deyiladi xabarda.